Assalomu alaykum, aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Sizlar bilan mana ulug' ayyom kuni, juma kunida ham Navro'z bayrami bugun uchrashib turibmiz. Avvalambor sizlarni shu bayram, shu ulug' ayyom kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga 2-3 ta yangi yozgan she'rlarim bor, shularni o'qib eshittirmoqchiman. Zobonga siz erk bermang degan she'r bir ilhom kelib, shu til zabon haqida ham she'r yozdim. Eshitib bir baho berasizlar degan umiddaman. Gumon ayrir iymondan, birovga gumon qilmang, bilib bilmay gapirib zaboningizga erk bermang. Bari Robbimga ayon, qilmangiz o'zga ziyon, etarlar Robbim bayon, tilingizsiz sayratmang. Til suvagi yo'q deydi, bu qarg'ishni o'q deydi, odam odamni yeydi, zabonga siz erk bermang. O'zga dilni og'ritmang, iymoningiz siz yutmang, so'ngra Xudodan kutmang. Siz bu tilni sayratmang, o'zgalarni gap qilmang, beva yuragin tilmang, birovga bekor kulmang, gunohlarga hech qolmang. Orqadan g'iybat qilib, ko'p gunoh bo'yin ilib, o'zingiz farishta bilib, siz zabonga erk bermang. Aql billa ish tuting, yomonlikni unuting, faqat yaxshilik kuting, tilingizga erk bermang. Mo'min Umurzoq 2025-yil 3-oy 19-yilda yozildi bu she'r. Endi sizlarga yana bitta she'rim aytib beraman. Uvol degan. Neniki qilsak-da xor, bo'lurmiz unga-da zor. Qilaylik biz nomus or, kimlar uchun dunyo tor. To'qlikka qilmaylik sho'q, ba'zilar och, kimlar to'q. Bilsak kimlar uyida, yeb icharga non ham yo'q. Uvoldan qo'rqib yashang, yomon odatlar tashang, qo'sha kiyinib, kiyimlar isrof qilmang. Har narsa bor uvoli, bular bordir zavoli. To'q bo'lsangiz shukr deng, bu gap tillolarga teng. Qo'lda bo'lsin xayr ehson, shukr keltir sen inson. Pulni topsang ham oson, gohida qil ehson. Dunyoda ko'p bechora, ularda yo'qdir chora. To'qqa uzatma pora, lek shunday bor nachora. Neki qilsak-da uvol, bularni so'rog'i bor. Mo'min bandaga ne darkor, lek o'zingda ixtiyor. Mo'min Umurzoq 2025-yil 20-yilda yozdim bu she'rni. Endi sizlarga mehnat rohati degan she'rim aytib beraman. Farzandingiz gohida mehnat qildirib turing, mehnat qilgan insonni baquvvatligin siz ko'ring. O'rgatib qo'ymang uni aslo yengil hayotga, mehnat bilan chiniqsin, ishi tushmasin yodga. Yetsin mehnat qadriga, oling uni yoningizga. Mehnat bilan ulg'ayib, oro kirsin joningizga. Mehnat qilgan har inson bo'lur sog'-u salomat. Ba'zilar mehnat bilan qilur ko'plab daromad. O'z holiga tashlamang farzandingiz siz aslo, yomon yo'llarga kirib, keyin bo'lmasin rasvo. Irodali bo'lsin u, yaxshi yomon bilsin u, qiyin kunda yoningizda tirgak bo'lib tursin u. Mehnat qilib non topsa, siz qadringizga yetadi.
Kelajakda farzandiz to'g'ri yo'ldan ketadi. Mo'min Umurzoq 2025-yil 3-oy 21-chislida yozdim. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi kunlarda yana shunday bayramlar hamisha bizni boshimizda bo'lib kelib turaversin. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Tinch bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashguncha xayr do'stlar.